Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Xalq bankimiz mijozlari. Sizlarga bugundan beri bizni yangi produktimiz bo'lgan, hozirgi kunda dolzarb bo'lgan PT312 qaror bo'yicha har bitta tadbirkorlarimiz uchun ajratilayotgan kreditimiz haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu kreditimiz asosiy tarifdagi o'zgarishlar, ya'ni o'zimiz tadbirkorlikdagi eng yengilliklar bo'lgan, ya'ni bu biz 5-toifadaligimiz va bizga ajratilayotgan foiz bularga tadbirkorlik prezidentimiz tuzilgan qaror bo'yicha 19% dan belgilangan. Aylanma uchun 2 yil 4 yil imtiyoz davri bilan asosiy vosita sotib olish uchun 6 yil muddatga ajratyapmiz. Hozirgi kunda bo'ladi, masalan, bu kreditimizni eng nima desa bo'ladi, ko'p holatlarda 100 milliongacha garovsiz hisoblanyapti. 100 milliondan yuqori bo'lsangiz, masalan, 112 da garov ajratsangiz yoki garovingiz bo'lsa, uni ham 200 millionga nisbatan qiymatini baholab ajratishga bankimiz tomonidan o'zimiz maksimal qo'llab-quvvatlab yordam beramiz. O'zingizni tadbirkorligingiz, faoliyatingizda juda qulay bo'lgan boshqa kreditlarimiz ham bor. Buni afzalliklari asosiysi tumanimiz toifasidan kelib chiqib 19% ligini inobatga olasiz degan umiddaman. Rahmat e'tiboringiz uchun.